Dosa oldingi videoning davomini davomli ishlaymiz. Yana biz ishlab bu yerga yoqdida uzilib ketdi. Videoni vaqt to'shab ketdi. Undasa Fatma yozib bo'lgan to'q biz bu yerga Aysha yozib qo'yaylik. Aysha deb qo'yaylik, Aysha deb qo'yaylik. Degandan keyin bunda bo'ldi-ku. Masalan buni tugatib bo'lsak, masalan bu yerga ALTGR orqali yapaylik. Yapgandan keyin biz bunda bossak bunda bo'ldi. Endi tizimlik deb baqsaq, tizimlik desak bu yerga bunda chiqib beradi. Yani tizimlikda ma odamlar bor deb bunda chiqib beradi. Endi masalan bu odamlarni chiqarishni bildik masalan. Buning ichiga bu odamlarni qo'shish to'g'ri keldi, son yoki. Unda biz bu yerga yo'q. Masalan buning ichiga odamni bir sanab boqaylik bilan. Masalan buning ichida biz qarsak o'zimiz sanay olamiz. 3 odam bor, lekin bir muncha tizimlik bo'lib ketsa masalan bir-birlab sanash tez. Unda buni avtomatik sana deb buyruq berish uchun len degan buyruq qurolni ishlatamiz. Unda biz buning ichida qancha odam bor, uni sanab berish uchun len orqali buyruq beraylik. Buyruq berishda len deb yozdik. Ochdik, ochgandan keyin bu yerga tizimlik deb yozdik. Yozgandan keyin bizga 3 odam bor deb chiqib berdi. 1 2 3 3 odam bor-ku. Chiqib berdi degan gap. Chiqib bergandan keyin endi biz bu tizimlikka nima qilib qo'yaylik? Odam yoki a'zo yoki son ish qilib bir narsa qo'shib qo'yaylik. Buning uchun oraliqqa chekit qo'yib ishlatamiz. Chunki so'z bo'g'ashqa qo'shtirnoq undasa buni boshlashda a'zo yoki son ish qilib bir narsani shu tizimlikning ichiga qo'shishda biz append ma'ni ishlatamiz. Append ma'ni ishlatamiz. Undasa biz qo'shib qo'yaylik. Tizimlik deylik. Tizimlik nokta qo'shish uchun nima ishlatamiz degan to'q appendni shunday-ku. Appendni ishlatamiz degan to'q. Masalan biz buning ichiga sidiqni qo'shib qo'yaylik. Ochdiq sidiq deylik. Degandan keyin buni yapdik shunday-ku. Endi tizimlikka o'sha sidiq deganni qo'shib ber degan buyruqni berdik biz. Endi bergandan keyin bu qo'shib bo'ldi. Hozir qo'shib bo'ldi. Internet besib o'tgandan keyin unda qo'shdim qo'shmadim bilish uchun tizimlik deb buni besib enter besib o'tsak mana 5 nima o'chyapti-ku. Sidiqni qo'shib berdi oqqa. Qo'shib bergandan keyin biz nima ish qilaylik? Hozir bu ism qo'shib boqdik. Endi son qo'shib boqaylik. Masalan tizimlik o'ttirib chekit keldi. Append deb bu yerga tirnoq ochdik, tirnoq yapdik. Ichiga kirdik. Kirgandan keyin bu yerga biz son qo'shmoqchi. Undasa tirnoqning ichiga kirdik. 225 deb baqsaq masalan. 225 ni qo'shsin. Buyruq berish uchun enter buyruq berdik. Endi qo'shdimi qo'shmadimi ko'rish uchun tizimlik deb interni bessak qandoq sidiqni qo'shgan endi 225 ni qo'shib berdi. Undasa buning ichida qancha a'zoba sanab ber deb buyruq beraylik. Len tirnoq ichi kirdik. Tizimlikdagi odamlarni sanab berish kerak bizga. Yoki a'zolarni. Undasa 5 ta narsa bor deydi tizimlikda. 1 2 3 4 5 narsa bor. Undasa 225 ni qo'shib berdi. Endi masalan tizimlikdagi ikkinchi o'rindagi a'zoni ko'rsatib berdi bir buyruq berib boqamdik.
Ondası biz ikkinchi o'rindagi odamni ko'rsatib berish uchun tizimlik. Masalan, tizimlik deb bu yerga ichib orasiga 2 desak, tizimlik ikkinchi o'rin. Enter. Xato bo'lib qoldi. Nima xato bo'lib qoldi? Chunki miya cho'ng tirnoqni biz miyaga kichik tirnoq ishlatib qo'ydik. Bu kichik tirnoq ichidagi emas, cho'ng tirnoq ichida tizimliklar. Shunga xato chiqdi. Oldasa tizimlik deb ALTG'ni ochdiq cho'ng tirnoqni yozib bo'lgandan keyin biz buning ichiga qancha yozamiz? Qancha o'rin degan to'q? Ikkinchi o'rin degan to'q. 2. Bundasa buyruq berishga hozirmi? Hozir. Ikkinchi o'rindagi Oysha ekan. Bundasa ikkinchi o'rindagi kim? Ikkinchi o'rindagi Oysha. Ikkinchi o'rindagi Oysha. Endi bu yerga qarasanglar, Ali, Fatma, Aysha deydi. 1, 2, 3 deb sanaymiz biz. Lekin qarasanglar bu ikkinchi o'rindikini ko'rsatib deganman. 1, ikkinchi o'rinda Fatima. Buni ko'rsatish kerakdi, lekin buni ko'rsatmadi. 3-o'rindagi Ayshani ko'rsatib qo'ydi. Xato qildimi? To'g'ri qildi. Nimishqa? Chunki kompyuter biz 1, 2 deb sanagan bilan kompyuter 0 dan boshlab sanaydi. Birinchi o'rindagini biz 1 degan bilan kompyuter 0 deb tanıydi. Bu 0, 1, 2. Demek ikkinchi o'rindagi Aysha bo'ldi. Endi biz 0 deb boqaylik. 0-o'rindagi kimdi? Ali. Shuni topamdi. Shuni topsa gapim to'g'ri, topmasa men xatolashgan bo'laman. Qilgandan keyin oleti. Buni bosdik. Ichiga 0 dedik. 0 degandan keyin buyruq Alini topadi. Topdimi? Topdi. Unda biz bu yerga faqat shuning ichiga, 0 ning o'rniga 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 deb yozsak, shu yerdagini ko'rsatadi. Soldan o'ng qarata shundaqmi? Endi biz o'ngdan sol qaratami topqili bo'lamdi. Ya'ni ta'tir tarafdan tepish uchun buni tizimlik ALTG'ni ochdik. Bu yerga -2. 2 ni bitti Aysha. Buni yeb ketayli. Yeb ketgandan keyin tekshirdik to'g'ri. Ikkinchi o'rin Aysha deydi. Unda ham miyadagi qaraydi. Ya'ni ikkinchi o'rin Aysha dedi. 1, 2, 3 deb sanaymiz biz. Lekin kompyuter 0 dan boshlaydi. 1, 2, 3. Ya'ni ta'tir yo'lishda ikkinchi o'rindagisi -ikkinchi o'rindagisi biz plus debdik. Plus desak, matlabda bunda bo'ldi. O'ttirdi ekan qo'y hisobda. Biz bu yerga qayta qilaylik. Qaranglar. Tizimlik deb bo'lgandan keyin buni men ko'chirib olay. Ctrl+C ko'chadim. Biz bu yerga nima qilmoqchi? -2 o'rindagini top demoqchi. -2. Enter desak, -2 o'rindagi xato topdik. Teatrdan topgan vaqtida bu 0 ni hisob qilmaydi ekan, 0 dan boshlamaydi ekan. Undasa bu tamam. Biz masalan bu yerga Ctrl+V deb turib, bu yerga -1 teatrdan boshlagandan keyin birinchisi shuga. Undasa bu yerga enter dedik. Degandan keyin bunda bo'ldi. Undasa bu teatr yo'nalishda o'ngdan plus yo'nalishdan topgan vaqtida birinchi o'rin deb sanaganda 0 ni sanamaydi ekan. Soldan o'ng qarata sanagan vaqtida 0 biz